Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Oltinsoy rayoni Manmin mahallasi Mardlar ko'chasidan Burik Qulibay havaskor bloger. Men mashayiqlarimizdan biri naqlni qayta ta'kidlayman. O'tkazgan pochta tabibaman. Pochtani o'tkazganda men 4 devor o'tiraman. O'zim birinchi guloh nogiloh. Men ko'rayapman, eshitayapman, fikrlayapman. Endi o'zimdan boshqalar uchun masalan uyingizga siz divanga chiqadimi, tepaga chiqadimi, keladi. Aniq va'da bersalar keladi. U yoqdan buyruq beradilar. Chiqmasangiz kelmaydi. Siz bilan hech kimning ishi yo'q. Nima muammo bo'lishdan qat'iy nazar chiqsangiz keladi. Xudo aytgan, huquq sendan harakat, mendan barakat. Yo'q, mashayiqlarimiz bir naql bor. Chaqaloq yig'lamasa onasi sut bermaydi. Yig'lamasa qanaqa qilib beradi? U gapini bilmaydi. Buni ma'nosi shuki, dardingizni eshitmasa yo'qotiladi. Tulki bo'ladi, keladi. Shuning uchun aytyapman. Birlashing, bularga qarshi kurashing deb.